Tayyor olaman birinchi qism. Ular qayerda? Sen atirgul barglarini paydo qildingmi? Bu shunchaki ko'z bo'yamachilik. Xayolimga birinchi bo'lib keldi. Judayam yoqimli. Men yaxshi bilasan-ku. Oyim bilan shoshilib chiqib ketganga o'xshaysizlar. U menga taxminan 30 soniya berdi. Men chiqishda faqat rasm daftarimni olishga ulgurdim. Omadimiz bor ekan, binoni boshqalarga berib ulgurishmabdi. Hazillashyapsanmi? Omadimiz kelgani tirik qolganimiz. Bu judayam ajoyib g'oya edi. Meni inspektorlar xavotirga solyapti. Ular qayerdaligimizni ko'rib qolishlari mumkin edi. Qanday qilib bir zilda g'oyib bo'lishimizni ko'rishdi. Jay, bilaman, biz bilan qochishni istamaganding. Bu yer menga yoqmayapti. Ko'nglim aynib ketyapti. Men ham shuni his qilyapman. Boshim, bu nimasi? Bu devor. Uni his qilyapman. Bu boyoq kumush bilan to'yintirilgan ekan. Men bu yerda kumush qimmat bo'ladi deb o'ylagandim. Meni oyim, ya'ni oyimiz bu devorlarni bo'yagan. Chindan ham seni himoya qilishga uringan ekan. Nega bunday deyapsan? Kumush oddiy qurol emas. U sehr quvvatini ushlab turishda eng yaxshi vosita. U bilan qamoqxonalarni qoplab chiqishadi. Demak, qamoqda mahbuslarga oson emas ekanda. Avval bo'yoqlar meni bezovta qilmasdi. Endi senda kuch paydo bo'ldi, ammo oyingga qiyin bo'lgan. Men tashqariga chiqib kelaman. Nima? Chiqma. Ichaklarim tashqariga chiqib ketayotgandek his qilyapman o'zimni. Ketishim kerak. Uzr. Boshqa boradigan joyimiz yo'q. Mehmonxonalar bor-ku. Ularga to'lashga pulimiz yo'q. Yana Jay, silk ranchga kirib olgan. Kumush qo'shilgan bo'yoq belgingizni yashirayotgan yagona vosita. To'rtlik xuddi shuni izlayapti. Demak, u bizni qiynab himoya qiladimi? Uni sal kuchsizlantirishimiz mumkin, lekin menga ishlash uchun nimadir kerak. Qandaydir jonli narsa. Mana, Shoshma. Bu qanaqa jirkanch narsa bo'ldi? Qaranglar. Bu plastik. Bu boshqa gap. Bu bilan devorni qoplab chiqsa bo'ladi. Yo'q. Bu shaharda sizlarga yoqadigan nimadir bo'lishi kerak-ku. Jay, seni ranging. Jessica, biron nima o'ylab topishimiz kerak. Unda do'konga men boraman. U yerda konservalar bor. Quloq sol. Jonli nima ekanini tushunadigan odam bo'lishi kerak. Mayli, mana. Bu yuzingni yopadi. Onamni shimlari ham senga to'g'ri keladi. Onamni shimi judayam yoqimli eshitilyapti. Bu judayam achinarli. Ammo bir nima kiyishim mumkin. Nega? Sen borolmaysan. Bu yerda ham qololmayman-da. Jay nima deganini eshitmadingmi? Yana qo'ynim aynib ketdi. To'rtlik bizni sehr uslubimizni tortib olishmaydi. Birga tashqariga chiqolmaymiz. Unda sen shu yerda qolasan. Seni yolg'iz yuboraymi? Odamlar dunyosi haqida hech narsani bilmaysan. Meni kuchim senikidan 2 barobar ko'p. Endi meni holatimni tasavvur qil. Meni zaxiradagi pulim. Bu juda yomon g'oya. Endi siz Misha Jacksonsiz. Burchakdagi do'konga boring. Hech kim bilan gaplashmang. Faqat Jay uchun tirik narsa sotib oling va tezda qayting. Xo'p, bo'ladi. Bu menga to'g'ri keladimi? Tashqariga chiqish qanday yoqimli. Bunga nima deysan? Judayam go'zal. Qariganimizda biz ham shunday chiroyli ko'rinishimiz kerak. Misha nega bunchalik xavotir oladi? Odamlar dunyosi nimasi bilan qo'rqinchli ekan? Biror narsa topdingmi? Bu yerda shimol va janub haqida hech narsa yo'q. Faqat ajdarho qiroli bilan oxirgi jang haqidagi tarix bor. Tungi ertaklar. Bu yerda biroz boshqacha. Uni yenga olmaganliklari haqida yozilgan ekan. U shunchalik kuchli ekanki, uni o'ldirish yo'lini topolishmagan. Shuning uchun uni hayot-mamot oralig'ida qoldirishgan. Menimcha. Va ajdarho belgisi borlarni qamashni boshlashgan. Qiziq, qisqa muddatli qarorlar odatiy ishga aylanib ketgan. Men esa tungi ertaklarga ishongan edim. Ularni biz uchun muhim deb bilardim. Ammo sen qizlarni yashirishga rozi bo'lgan eding. Lekin ularni qutqara olmadik.
Odamlar olamida Misha o'zini himoya qila oladi. Bu ikkisiga ko'z quloq bo'ladi. Bu yerda tugamaydigan shirinlik bor ekan. Odamlarning sehr kuchi. Salom, Marsha. Qaytdingmi? Nima? Ha, Misha. Misha, qachon qaytding? Hozirgina. Maktabda ishlar qanday? Oddiy maktabda. To'g'ri. Mayli, hay. To'xta. Sen Misha emassan. Men Mishaman. Mishiga o'xsharkan. Mishaga o'xshaysan, lekin aniq emassan. Menda bir fikr bor. Balki ovozingni o'chirarsan, a? Ko'rdingmi? Misha bunday demagan bo'lardi. U bunday narsalarni yemasdi. Seni suratga olaman. Tana o'g'risisan. Mishaga nima qilding? Buni ol. Ketganimiz yaxshi. Kelgindimisan? Bu o'zga sayyoraliklar hujumimi? 51-hudud rostdan bormi? Jim bo'l. Jim. Kelgindilar. Bor odamlar. Ushla uni. Ko'chani o'rtasida o'zingni fosh qilding. Aqldozdingmi? Chindan ham muammo unda deb o'ylaysanmi? Iltimos, Mishani yeb qo'ymadik deb ayt. Men uni opasiman. Nima? Rostdanmi? Aka-ukalari ham bormi? U qora odammi? Va keyin uni yuzi shunday bo'lib ketdi. Ovozi xirilladi. Qani, to'xta. Shu paytgacha egizak singling borligini menga aytma. Xudoyim, bu o'simlik devorni qoplab olyapti.